Assalomu alaykum qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi, tugatdik. Xudo xolasa bu yerda manzili. Xo'p, Andijon viloyati Shahrixon tumani Nayman xudo xola MFI? Naynov MFI ekan. Xo'p, bu yerga qilingan ishlar Akfa original mahsulotlariga, xudo xolasa Zolotoy dub alyumin seriya bir qavat oqa oynada bo'ldi. Xo'p, pastlarida 25 lik padagoniylar bor. Taglari, eshiklarimiz taglari arkafon. Hop, ochilishlari bor. Hop, shu 4 ta ochilish, 2 tadan ochilish qilib berganmiz har bitta romga. Hop, ikkita ikki qanotli eshik tushgan. Hop, razmerlariga kelsak, bu tomoni hop, общий uzunligi 330 bo'lgan. Hop, bunisi sel uzunligi 1.45 mi? Shuni atrofida bo'lgan. To'xtadagi bu tomondagi razmeri 1.30 lik eshik tushgan. Eshikning balandligini bitta liniya qilishligimiz uchun eshikni pastdan tepagacha bo'lgan razmeri 220 bo'lgan. Bitta bu tomonga ko'z berishimiz kerak edi, kichkina bo'lib qolar ekan. Shuning uchun chiroyli holatlarni, mas'ullarni chiqardik. Xo'p, balandligiga keladigan bo'lsak, 1.57 bo'lgan balandligi romimizda. Eshikni pastdan tepagacha bo'lgan uzunligi 2.65 seli holatda. Xo'p, taylariga penalarini, xudo xolasa atido holatda hamma yo'qlarini tugatib berdik. Xo'p, akfa ruchka zamoylarida yo'qlari yengil holatda. Xudo xolasa hamma tomonlama chiroyli holatda tugadi. Xo'p, padagonning kirishkalarini qo'yamiz hozir. Bu tomonda ochilishlari bor. Foto ko'rsatib o'taman. Akfaning o'zini delfin ruchkalari, petlilari hamma yo'q bor. Padagonning kirishkani olib keling hali. Xudo xolasa shu holatda chiroyli bo'lib tugadi. Ochilib yopilishlari yengil holatda. Petli shurupda, petlilari hamma yo'q akfaning o'zida. Tepalari zich yopishgan, taglariga shu penalarni sepib to'liq holatda tugatib berdik. Xudo xolasa girovkalari ham yengil holatda. Bu yerga quyosh tushar ekan, shuning uchun doimgidek baquvvatroq hozir arkafon bo'lib qoldi. Shuning uchun chiroyli holatda taglariga arkafon qilib berdik. Bu tomon razmeri seri holatda, bunisi 2 shu joyimiz 230 bo'lgan. Romi balandligi 1.57 dan bir xil. Xo'p, bu joyimizda esa uzunligi, eshigimiz o'zi 1.60 bo'lgan, 1.58 bo'lgan. Bu tomondagi ko'zi 80 sm bo'lgan. Eshikning balandligi aytib o'tgandek 220 bo'lgan. Ochilishlarini teng qilib 2 ga bo'lib 75 danmikin tushadigan qildik, 73 danmi. Shuni atrofida bo'ldi. Xudo xolasa ligirovkalar yengil holatda. Bu tomonlari ham zich yopishgan. Bu yerda ham ichkari ko'rinishlari, padagonilari bor 25 lik. Penalarini taylariga atido aylantirib sepib berganmiz. Xudo xolasa yopilishlari yengil holatda. Qulflanishlari ham, petlilari ham aytganimdek Akfaning o'zining mahsulotlaridan. Xudo xolasa. Bu yerda ikkita ochilishlari bor. Xo'p, ko'proq aylanish kerak deganligi uchun ikkitadan qilib berdik. Delfin ruchkalari bilan. Xo'p, shu holatda ochiladi, xudo xolasa. Xo'p, bu yerimizni общий summasi olib kelib o'rnatib berish hamma yo'g'i bilan 12.100.000 so'm bo'ldi. Hamma yo'g'i ichida bo'lgan holat. Xudo xolasa akam o'zlari aytgan fasonda, aytgan holatda qilib bitirdik. Ko'rib turgan bo'lsangiz aka, xudo xolasa ishlaringizni topshiryapmiz. Akamiz o'zimizni aytganimdek YouTube kanalimizga obunachilardan bizni ko'proq o'sha musofirda kuzatishadi. Xo'p, aytuvdilar, xudo xolasa ishlarini chiroyli qilib tugatib beryapmiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Kimga shunaqa eshik rom veranda terakkalar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.